Birgina oila dunyoga o'zbeklarning qudratini, qadriyatini ko'rsatib qo'ygan Mahkam aka va uning rafiqasi Fotima opa Ikkinchi jahon urushi davrida 15 nafar yetim bolani asrab oladi. Bolalar turli millatlarga mansub bo'lib, ularning orasida rus, ukrain, yahudiy, nemis va boshqa millat vakillari bo'lgan. Har bir bola o'zining o'ziga xos xarakteri va hayotiy tajribasiga ega bo'lib, ular orasida Zedra ismli qizcha alohida e'tiborga loyiq. Zedra onasini ko'rish umidida yashaydi, ammo uni olib ketishga kelgan ayol adashganini aytib, ortiga qaytadi. Bu holat Zedrani chuqur ranjitadi va u asrab olgan onasiga ranjituvchi so'zlar aytadi. Biroq vaqt o'tishi bilan u Fotima opaning chin dildan mehribonligini anglab yetadi. Fotima opa va Mahkam akaning o'z farzandlari urushda qatnashayotgan bo'lsa-da, ular asrab olingan bolalarga chin dildan mehr beradilar. Film davomida bolalar bir-biri bilan do'stlashib, bir-biriga yordam berishni ancha o'rganishadi. Albatta, bu kinoni ko'rib siz qanday xulosa chiqargansiz?